Tövəndə diqqətinizlər, Fransiyalik dаңlıq yazğıcı Balzac'ның Yevgeniy Grandi namlıq əsərdə bolsun. Bu imaratning oshxonasi qo'ru tarafga qartib selingan bo'lib, derisi temir bilan vadaklanilgan edi. İçi daim pakiz, rətlik hem salqın turardı. İçideki məişətlər dünya xorlarının aşxanlarına xas halda zadila buzub çeçilmaydı. Nanita keşdə çiniqaçılarını yığışdırıb, işib qalğan tamaqlarını bir tərəf qıb bolğandan keyin, ocaqның otunu tartib etib, aşxana bilan bir koridordagi mehmonxonaga chiqadi da, xo'jayinlar bilan birga o'ltirib, yeb ishapti. Buningda sham iqtisod qilinib, bir tal sham bilan xeyli ishlar bitib ketadi. Nanita koridorning oyog'idagi kichik bir eg'iz uyda uxlaydi. Kunduri bu uyga faqat tomning usti tarafidan ichib qo'yilgan kichikroq bir panjaradan tushadi. Bundaq uyda yetib qo'pish uning sog'lom badaniga qilcha ta'sir ko'rsatilmagan edi. U shu yerda xuddi uyni saqlab yotgan itga o'xshash quliqi ding holda kech-kunduz jimjitlik ichida turadigan bu uylardagi shapilarga quloq selib yotadi. Bu imoratning boshqa uylari to'g'riliq hikoyamizning davomida yana to'xtalamiz. Lekin bütün uylarning eng kattasi hisoblangan mehmonxonani ko'rgan kishi boshqa uylarning qandoqligiga ko'may turibmi baho bera oladi. Bir 1819 yılı köz. Hava intayin yaxşı edi. 11 ayının o'ttirlari ma'lum bir kuni kechda Yo'g'anput Nanita mashqa birinchi qitim o't yoqdi. Shu kunning bayram kuni ekanligi Kiryosholar bilan Degrasillarning esida baydi. Ikki oiladagi 6 odam to'liq tayyorlik qilib, Grandilarning mehmonxonasida o'z hunarlarini ko'rsatmoqchi. Ularga qildigan xushamatlar bilan baslashmoqchi edi. Atdiganda Sumyuraliklar Grandi xonim bilan Grandi xon qizning Nanitani ergashtirib ketayotganligini ko'rib, bugun Yevgeniy xon qizning tug'ilgan kuni ekanligini bilishdi. Guvohchi Kiryosho Pop de Buffon apandilar Grandilarning kashlik tamoqini yeb bo'lgan vaqtini mo'lcharlab, Grandi xon qizning tug'ilgan kunini de Grasillarning oldiga berib tabriklab olish uchun oldirab tenab yo'lga chiqishdi. Uchaylan beg'idagi gullardan guldasta tayyorlashgan. Guvohchi Kiryosho guldastasining tutadigan yeriga cho'risiga zar chekilgan oq tovar chigib olgan edi. Har yili Yevgeniyning tug'ilgan kuni kelganda Grandi odati bo'yicha qizning karoteyniga kelib, otliq sovuqtini tantana bilan uningga topshiradi. 30 yildan beri davomlashib kelayotgan odat bo'yicha uningga bir dona qimmatli tilla sovuq qilinadi. Grandi xonim bo'lsa qiziga yozliq, qishliq bo'lib, ikki qo'r kiyim qiladi. Her yili onasi sovuq qilgan kiyimlar bilan dadisi yangi yil va o'zining tug'ilgan kunida sovuq qilgan tillalarni qo'shganda, Yevgeniyning yillik kirimi 5-600 frankqa boradi. Grandi o'zlari sovuq qilgan narsalarni qizning bunchalik tujuplab chiqayotganligidan xushal edi. Bu Grandi uchun aytganda, pulini u yanchiqdan bu yanchiqqa almashtirganlik gap edi. Buning yana qizni kichikidan tortib, xasis qilib yetishtirishga foydasi bor edi. U qizidan jiqqan dunyosining sonini pat-pat so'rab turadi. Yevgeniyning dunyosining bir qismi Grandi xonimning qiynonisining edi. Va shuning bilan tang bu sining to'yliqinga berilgan puljumu deb qo'yadi. To'yliqqa pul berish qadimdan kelayotgan bir xil odat bo'lib, Fransiyaning o'rta qismidagi ba'zi joylarda toki bugunga qadar davomlashib kelyapti. Berri Anju taraflarda qizlar yotliq qilinganda Anisi yoki qiynonisi o'zlarining holi o'qitiga qarab, ularga bir bo'lsa 12, bir bo'lsa 144, bir bo'lsa 1200 dona tilla yoki kumush to'yliq beradi.
oddiy bir cho'ponning qizi yatliq qilinganimi to'yliq puli kam bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda temir yarmoq bilan bo'lsa-mu, shu sonning to'ldirilishi shart edi. Nesodindiki bir boy qizning to'yliq pulining 144 Portugaliya tillasi bo'lganligi ta hozirgacha hikoya qilinib kelyotdi. Ekaterina Medich Gerix 2ga yatliq qilinganda, Ekaterina'ning tag'isi Kelminch 7-chi uningga qadimiy oltin medaldan birini bergan bo'lib, uning qimmati asli berishga tegishli bo'lgan qimmatdan necha barobar eshib ketgan edi. Kechlik tomoq vaqtida dadisi qizining yangi kiyimlarini kiyib, bo'lakchi chiroyli bo'lib ketganligini ko'rib, uningga maslikka kelgandek bo'ldi-da, "Bugun Yevgeniyaning tug'ilgan kuni. Mashqa o't yiqib uningga baxt tilayli", dedi. "Bu yil xon qizga cho'qim bir xo'shallik ish bor", dedi Nanita. Bu oilaning esil yemiki hisoblanadigan g'oz go'shtlarining qoldi qutilarini ustaldan yig'ishtirib etib, "Sumyurada uning loyiqida odam yo'q". Grandi xonim uning gapiga yarasha shundoq deb bo'lib, orqadan eriga qo'rqimsirab qarab qo'ydi. Uning bu qarshidan bu ayolning erining sizgan sizqidan chiqmaydigan ayol ekanligi chiqib turadi. Grandi qiziga zan qo'yib qarab, chaqchaq qilgandek, "Bu yil u 23 yoshga kirib qoldi. Endi uning ishi uchun boshqa turmasak bo'lmaydi", dedi. Yevgeniy bilan onasi xuddi maslahatlashib olgandekla tangla bir-biriga qarashdi. Grandi xonim yadang'u kelgan chiroy seriq ayol edi. O'ltirib qo'pishlari xuddi kichkidan ishti chiqilib ketgan ayollarga o'xshash to'limi sus ham qo'lashmaydi. Butun turqi qo'rilib qolgan suyi yo'q, tamsiz olmaga o'xshaydi. Qariyib ketgan tishlardan bir netsili qolgan bo'lib, og'zining cho'risini qo'riq bosgan. Engiki xuddi kashining tumshuqiga o'xshash yuqoriga qarab qolgan edi. Biroq u kishilarga to'limi obdan muomilda bo'ladi. Bertilerla oilasining xislitini yo'qotmagan edi. Kiryosho Pop uning ko'nglini xo'sh qilish maqsadida fursat topsila uningga yosh vaqtida unchalik satlardan emasligini aytadi. U bo'lsa uning bu gaplariga ishonib qolardi. Uning mijozining siliq yumshoqligi farishtalarga, savrchanligi ushoq bolalar ahmoq qilib o'ynaydigan cho'miliga o'xshaydi. Oz uchraydigan ixlosmandligi, tinchlikni xohlaydigan ko'ngli zotli suslashmaydi. Oq ko'ngildagi har qanday odamning uningga bo'lgan hurmatini va xayrixohligini qo'zg'aydi. Erning uning pochpirat xarajatiga bergan puli har qitim 6 frankdan oshmaydi. Ammo uning ko'rinishi sat bo'lsa-mu, ammo to'yliqiga berilgan mol bilan varislik qilgan dunyosi Grandi apandiga 300 ming franklik foyda yetkazgan edi. Shundaq turug'liqmi, u bu oilada xuddi boshqalarning qo'liga qarab, yurki suv holda qolgan odamdek yashaydi. Mijozdagi tug'ma yavaşliq uni mangu shu xildagi qulluqda tutib turadi. U erdan bir yarmoqni ortiq so'rab baxmagan. Hatto guvohchi Kiryosho uningga qo'l qo'ydirgan hujjatlarga qarta gumoniy o'ydimi bo'lib baxmagan edi. Bu ayolni idora qilib turgan narsa uningki ahmoqlarcha takabburlik va Grandining tushunmay turib zarba berishiga uchrab turadigan mardlik edi. Grandi xonimning utisida yil bo'yi och mashrang yipak ko'ylakdan boshqasi ko'rinmaydi. Bo'yniga oq bo'z sharpi silib oladi. Beshiga chiq qalpoq kiyib oladi. Chiq qalpoqning inkidan chigib oldigan lentisimi bir xil qora rangda edi. Sirtqi kamdan kam chiqqanda uningga oyoq ko'p ketmaydi. Qisqasi, u azaldan o'zi uchun qilchaqliq bir narsa talab qilmaydi. Ba'zida Grandi uningga 6 frank berganiga xeyli uzun bo'lganligini eslab qolsa, xijolat bo'lgandek bo'ladi-da, shu yillik hosilotini pul qilgan to'xtamdagi bahoga azroq narx qetib, xaridordan undirib olgan azroq pulni xotiniga beradi. Grandidan aroq olgan gollandiyalik yoki angliyalik savdogarlar bundoq chog'larda azroq narsining ko'ziga qarmay 100 necha frank pulni bekor qilib berib etadi. Bu Grandi xonimning bir yil ichidagi qo'lga chiqidek kirimi hisoblanadi.
Ammo bu pullar Grandi xonimning yanchug'iga tushmay, Grandi go'yo ularning ishlatayotgani hukumatning pulidek. Ayolidan "Pulingizni menga ozroq berib tursangiz qandoq?" deb so'raydi. Bechara ayol popning og'zidan "Er kishi ayol kishining egisi" degan gaplarni ko'p anglab ketgachga, eriga yordam berishni o'zi uchun xushallik ish deb biladi-da, buning bilan bir qishning ichida eri bergan pulni asosan uningga qaytirib bo'ladi. Grandi yepyangni ilish, qizning kiyim-kechikiga ishiltishga o'xshash pochpirat xarajatlar uchun hamyonidan 6 frank chiqarib ayoliga bergandan keyin hamyonining og'zini etib etib, "Oy, onasi, sana boshqa narsa lozim emasmi?" deb so'rab qo'yadi. Degan bilan bu savolni u har qatim unutib qolmaydi. "Menga nima lozim bo'ladi? Keyincha olama" deb qo'yadi Grandi xonim. Bundaq chaqlarda u ona bo'lgan odam har qachon o'zining izzat hurmatini saqlash kerak deb o'ylaydi. Bundaq ulug'vorlik amaliyotda ahmoqonlik edi. Grandi bo'lsa o'zini uydagilarimga qulim ochiq odamman deb yuraveradi. Nanita Grandi xonim Yevgeni xon qizga o'xshash bundaq shaxslar biror paylasopga uchrab qolsa, u Tangri o'z bandalarini kulkiga qoldirishni yaxshi ko'rdi ekan demasmi? Yevgenining to'y ishi tunji qatim tilga ilingan kuni kashlik qizadan keyin Nanita balxandagi Grandining hujursidan bir botilka uzum harqi ilib tushayotganda mudirlib ketib, yiqilib ketishga tasliq qoldi. "Falokat!" dedi Grandi uningga chechilib. "Nimaga putlashib yuraysan? Palampingizning ahvoli shu tursa, putlashmay qandoq qilay taqsir?" Nanita to'g'ri deydi, dedi Grandi xonim uning tarifini elib. "Demisimi uni yasab qo'ysangiz bo'ladi. Tunugin oqshom Yevgenining puti qayrilib ketgila tasliq qoldi." Grandi Nanitaning chiroyining sarg'ayib ketganligini ko'rib, "Qinamsa, bugun Yevgenining tug'ilgan kuni. Uning ustiga palampaydan tushkichi yiqilib tushgila oz qopsa, munu bir qadah haroqni ichib o'tib, o'zanga kelib ol", dedi. "Bu bir qadah haroq menga arzonga to'xtamadi. Boshqa odam bo'lgan bo'lsa, botilkani sundirib yetadi. Men jaynikim sunsimi sunsun, botilk sunmusin deb botilkani egiz ko'tarib olib, haroqni omon saqlab qoldim." "Bechar Nanita", dedi Grandi uningga haroq qo'yib berib etib. "Bir yering og'irdimi?" deb so'radi Yevgeni uningga kuyinib. "Hech yerim og'irmadi. Belimni birla to'lg'udimda o'rnimdan turib ketdim." "Bo'ldi, bu gapni qo'yinglar", dedi Grandi. "Bugun Yevgenining tug'ilgan kuni. Shuning uchun bo'lsa-mu palampayni yasab beray. O'zinglarmi palampayning chinroq yerini tepib tasdimaysizlar-chu?" Grandi u uchaylarni qorong'uda qo'yib, shamni oldida taxtay, mix, saymonlarni ilib chiqish uchun bo'lki pishiradigan uyga kirib ketdi. Mehmonxonani tammashdan chiqayotgan o'tning yo'riqi yo'rtib turadi. Nanita palampayni mixlayotgan ovozni anglab, "Chiqib qarashaymi?" deb so'radi. "Bo'ldi, bo'ldi, o'zim qilib o'taman", deb javob berdi to'ngchi. Grandi chirib ketgan palampayni yasab o'tib, bola vaqtidagi ishlar yodidan kechib qoldimi, isqartishga boshladi. Dal mushu chaqda 3 nafar Kiryosho darvozani qoqdi. "Bu sizmi, Kiryosho apandi?" dedi Nanita darvozaga to'shikdan sirtqa qarab. "Shundoq", deb javob berdi sot boshlig'i. Nanita darvozani ochdi.
tammashdan chiqqan o'tning yo'riqi koridorga tushib turadi. Kiryosholar o'tning yo'riqida mehmonxonaning eshigini ilg'i qilishdi. Nanita gulning purqini purab, "Hoy, har qaysilari xon qizning tug'ilgan kunini tabriklab kelishibdi ekanlar-da", dedi. "Kechiringlar, apandilar", dedi Grandi mehmonlarning ovozini anglab. "Mana hozir oldinglarga kirma. Sizlardan yushirdigan ish yo'q. Palampayning taxtaylari buzilgan-ka. O'zim yasavatman." "Kerak yo'q, Grandi apandim. Arzimas ko'mirchimi o'z uyida podshoh adaptike." Sot boshlig'i o'z so'zini ko'ni gapdan misol keltirib so'zlab bo'lgandan keyin bir o'zli kulib ketdi. Lekin uning bu tamsil orqali Grandining ilgari rayon boshlig'i bo'lganligiga dartmilganligini hech kim tushunmadi. Ana bola Grandilar mehmonlarning hurmatiga o'rinlaridan turishdi. Sot boshlig'i uyda chiroq yo'riqidan foydalanib Yevgeniyaga: "Xon qiz, bugun sizning tug'ilgan kuningiz. Sizga xushalliqning yor bo'lishiga tilakdoshman. Teningizga salomatlik tilayman", dedi. U Sumyurada oz uchraydigan bir dasta gulni uningga tutdi. Ondan bu yolg'iz qizning jaynikidan tutib, uning bo'ynining ikki tarafiga suyib qo'ydi. Uning takabbur qiyofati nimishqidir Yevgeniyni izo tortqizib qo'ydi. Sot boshlig'i gal odam edi. Lekin shu holi bilan qizlarni qo'liga keltira olayman deb o'ylaydi. "Sot boshliq apandi, unchilikmi qo'rinib ketmang", dedi Grandi uyga kirib etib. "Bugun muborak kun, kundikidek ichilib yeyilib o'ltirayli." Kiryosho popmo o'zi elib kelgan gulni Yevgeniyaga berib etib, "Umoq qizimiz bilan birga bo'lgan kunlar jiyanimiz uchun kundi bayramdek", dedi. Pop shu so'zni deb bo'lib Yevgeniyaning qo'liga suyib qo'ydi. Guvohchi Kiryosho odati bo'yicha qo'rinmasdan kelib Yevgeniyaning ikki mangziga so'ydi va "Hey, kunlar bir-birini qo'g'lishib, mana yana 1 yilmi o'tib ketdi", dedi. Grandi birer chaqchaq gap esiga kelib, uningdan huzurlangidek bo'lsa, osonlikcha o'tkazib o'tmaydi va uni qayta takrorlab ketadi. U shamdonni ustal soatining oldiga qo'yib, "Bugun Yevgeniy tug'ilgan qutlug' kun. Uyni bir-birimizning didorini ko'rgidek yo'rtib o'ltirayli", dedi. U shamdonning sham soldigan nokishini avaylab ilib, har bir tushga birdan pelik tiqdi. Arqadan Nanitaning qo'lidagi qog'ozga o'roqliq shamni ilib, nokashga soldi va shamni obdan joylashtirgandan keyin yondirdi. Ondan Grandi xonimning yoniga berib o'ltirib, mehmonlarga, qiziga va shamga bir-birlab sapsilib chiqdi. Kiryosho Pop bu ipaka semiz odam edi. Choy rangidagi yolg'on chechi uxlaganda besilib qolgandek ko'rinadi. Chiroyi chaqchaqlashni yaxshi ko'radigan mo'maylarning chiroyiga o'xshaydi. Putiga bo'qish o'tkazadigan to'shiklarning cho'risiga kumush qo'yilgan oyoq kiyib olgan edi. U putini oldiga so'zib, "De Grassilla kelmadimi?" deb so'radi. "Tex kelmadi", deb javob berdi Grandi. "Ular kelami?" deb so'radi guvohchi Kiryosho otashdanning og'zidek kilangsiz yuzni ular tarafga burab. "Kelishi mumkin", dedi Grandi xonim. "Üzümlaringlarni yig'ishtirib bo'ldinglarmi?" deb so'radi sot boshlig'i Deboffon Grandidan. "Hammani yig'ishtirib bo'ldik",
Grandi uningga javob berib bo'lib o'rnidan turdi va uyning ichida u yoqdan bu yoqqa mengishga boshladi. Uning maydisini kerib mangan chog'dagi qiyofati hammani yig'ishtirib bo'ldiq degan gapni aytgan chog'dagi mag'rur qiyofati bilan o'xshash edi. Yo'g'anput Nanita mehmonlarga uyga kirib o'ltirishga petin olmay, oshxonaga shamdan birini yondirib, o'choq tuvida yeb ishib o'ltiratdi. Grandi uni koridorning uchiq turgan ishikidan ko'rib qilib, ishikning oldiga bordi-da, "Nanita, o'choqning o'tini shamni o'chiritib, bu uyga chiqib o'ltasan qandoq? Bu uy xeyli kangri, patmay qolamanmikin dedingmi?" dedi. "Biroq, apandim, bu uyda izzatli mehmonlar tursa, uningga nim bo'ldi? Ularmi sanga o'xshash odamlar emasmi?" Grandi Nanitaga deydigan gapini deb bo'lib, yana qaytib keldi va sot boshliqidi. "Bu yilqi hasilatlaringlarni qo'ldan chiqardinglarmi?" deb so'radi. "Yo'q texi. Rost gapni qilsam, qo'limdagini sotqim yo'q. Hozir qaroqlar dimisimi yaxshi chiqyotidi. Yana 2 yildan keyin texmi yaxshilandi. Xabaringizda bor, yer egilari umumiy e'tirof qilgan bahoda ching turimiz deb qasam ichishibdi. Endi heliqi angililiklarning o'ttirda foyda olamiz deyishi uxlab tushi. Ular bu qitim setib olmasa, kelar qitim cho'qim setib oldi." "O'g'o shu. Lekin hammamizning gapi bir yerdan chiqmasa yana bo'lmaydi." Grandining bu gapining urg'usidan sud boshliqining teni shurkinib ketdi. Ular bilan yushirin maslahatda bo'layotamdi qandoq deb o'yladi Kriyo shu ichida. Shu orliqda darvoza qiqilib, De Grasillarning kelganligi ma'lum bo'ldi. Buning bilan Grandi xonim bilan Kriyo Shopopning texi yengili boshlagan suhbati uzilib qoldi.